Assalomu alaykum barchamizga. Survivor Nihongo no Yora desu. Yashash uchun kurashadigan yapon tilini o'rgatuvchi Yora sensei bugun ham sizlar bilan. Meningisi Shigoto hataraku hito. Men sizlarga qayerda ishlayotgan insonlar haqida yozgan edim. Agar fresh kartda eshitgan bo'lsanglar, kamida 2 marta eshitsanglar ham odamni eslab qolish qobiliyati zo'r deb, siz ham juda ham aqllisiz. Eslab qolish qobiliyatingiz juda ham zo'r. Eshitsangiz, takrorlashsiz, gapirsangiz, o'sha deyiladi, gapirsangiz, bo'ldi, sizning miyangizda shu narsa keladi. Xo'p, qani eslab ko'ramiz. Ustoz degan so'z nima edi? Sensei. O'qituvchi nima edi? Sensei asosan ustoz, menga mana o'rgating. Yora sensei, Yora ustoz, qarang, men bunga tushunmayapman deb murojaat shaklida aytayotganingizda, undan tashqari hurmat bilan so'rayotganingizda, bu ham murojaat. Hurmat, misol uchun, yorasan deb murojaat qila olmaysiz. Sababi siz ustozingizmi, o'qituvchingizmi, ustoz deb murojaat qilasiz. Ustoz maqomini pastga tushirishga haqqingiz yo'q. Yaponiyadamisiz? Yapon tilida bitta fraza ibora bor deb. Hozir bu nishtaday va bu qo'niri va bu nishtaday deyiladi. Mana shunaqa iboramiz bor. Juda ham yaxshi. Qaysi mamlakatda bo'lsangiz, o'sha mamlakatdagi qonun qoidalariga amal qilgan holatda yashashga majburmiz. Majbursiz. Mana shunday murojaat qilishga. Endi sizlarga ayta olmayman, Yora sensei deb murojaat qiling deya olmayman. Yorasan deb murojaat qilsam bo'ladi, Yora deb murojaat qilsam bo'ladi. Bu endi sizning xohishingiz. Lekin biroq agar siz mana bormoqchi bo'lgan mamlakatingiz Yaponiya bo'lsa va o'sha yerda maktabga borsangiz, til maktabiga borsangiz yoki universitetga borsangiz yoki qanaqadir deyiladi, tutorist bo'lsa, ya'ni sizga ustoz munosabatdagi insonlarning barchasiga iltimos qilaman. Sensei deb murojaat qiling. Sensei emas, sensei qo'ysiz, men xato qilaman. O'shaning uchun hech uyalmang. Siz xato qildingiz degani aqli zaif degani emas. O'rganmoqsiz degani. Yora sensei, Tanaka sensei, Mori sensei deyiladi. Lekin ehtiyot bo'ling. Mashina o'tyapti. Agar siz ishga borib plus ishdagi inson bilan muloqot bo'lsa, barobar sensei demang. Sensei faqat universitet, litsey, kollej, maktab va kategoshi, ya'ni o'zingiz shaxsiy o'qituvchingiz bo'lsagina nimadir sensei, Tanaka sensei, boshqa sensei deyishingiz mumkin. Lekin agar birga ishlayotgan bo'lsangiz, endi bu sal kattaroq boshqa darslikda o'rgataman, bitta yo'q hali. Shacho deb murojaat qilishingiz mumkin, menejer deb murojaat qilishingiz mumkin. Misol uchun shacho nimagadir o'zbeklar shachosan deydi. Bilmayman nimaga. Shachosan deb asosan aytilmaydi, lekin hurmat shaklida chet elliklar gaikokujin qatagata chet elliklar shachosan deb chaqirishadi. Menejersan deb chaqirishadi. Lekin bilmayman, bu narsa yapon tilida yo'q, nihongoda ham yo'q. Tirik yapon tilida bor. Survival nihongoda ham bor. Shachosan deb murojaat qilishingiz mumkin. Chet ellikda hurmat qotdi deb ko'z yumadi. Lekin yaponlarning o'zi "So'ymasen shacho nima desu ka? Kechirasiz. Firma boshlig'i hozir mumkinmi? Bizda bo'lmaydi, chunki bizda Alisher aka deyiladi, Ravshan aka deyiladi, Rustam aka deyiladi. Lekin janoblari deymiz, quyidagi firma boshlig'i, lekin bizda russkiy murojaat bor. Vich qo'shib. Misol uchun Mo'min Alisherovich yoki Alisher Zakirovich deb murojaat qilamiz, to'g'rimi? Ishda. Mana shu nimadir vich, nimadir ovna deb murojaat qilishimiz Yaponiyada shacho大変です。クライアントは今忙しくて来られないそうです。yoki部長大変です。昨日の発注がなかったです。yoki yana kim bor? ごめんなさい。課長 yoki チーム長 xullas murojaat shaklicha boshingiz qotadigan darajada ko'pligidan ko'nglingiz aynimasin. Chunki biz Yaponiyada yashashganmiz, majburmiz buni o'rganishga. Siz majbursiz, shuni yodlaysiz. Chunki sizga murojaat qilayotganda ham Alisher Zakirovich yoki Malika Zakirovna deb chaqirishganmi, murojaat qilishganmi yoki bo'lmasa o'zbekcha Saodat Mo'min yoki Mo'min aka, Alisher aka, Siroj aka, Sardor aka deyishganmi? Va agar yaponlar O'zbekistonga kelsa ham shunday murojaat qiladimi? Siz ham Yaponiyaga kelayotgansiz, murojaat qilishga majbursiz. Albatta men ham majburman. Agar ishda ishlaydigan bo'lsak, bunga majburmiz. Agar o'qishda o'qiydigan bo'lsangiz, sensei, Tanaka sensei, Kato sensei, yana kimdir sensei. Agar siz ustoz bo'lsangiz ham, sensei deyishadi. Kommentariyada sizning ismingizni yozib qoldiring. Yozib qoldirganlarga men keyingi darsimda har bittanglarni kommentariyani o'qigan holatda videoni yetkazaman. Agar ismni qo'ysangiz, masalan, Malika deb qo'ying. Mening ismim Malika, tanishganlar hisobaman. Malika, xo'p. Malika sensei deb murojaat qilamiz. Keyingi darsda aytib o'tishim mumkin. Xo'p, endi tushundinglar. Sensei mana shu. Yora sensei, bitta savolimiz bor-da. Juda ko'p savol berishadi. Sensei bilan Kyoshin nima farqi bor?
Nima farqi bor? Odam masala. Tavba qildim. Sensei Kyoshi. Yana qanaqa so'zlaringiz bor? Bu ham ustoz o'qituvchi-ku. Xo'p, sizga savol. Ustoz bilan o'qituvchining nima farqi bor? O'zbek tilida. Shunaqa savol tushadi menda. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, sensei, flash kartda ham qisqacha qilib yozib qo'yganman. Sensei bu murojaat hurmat shakli, to'g'rimi? Tanaka sensei. Kyoshi kasb bo'ldi. Siz qaysi kasbda ishlayapsiz degan savolga javob beradi. Atash Kyoshi desu. Eng qizig'i Kyoju degan bor. Koshi degan bor. Buni endi keyingi etaplarda o'rgatib o'taman, hozir aytmayman. Eng birinchisi, eng muhimi shuki, sensei va Kyoshini yodlaymiz. Kyoshi xullas, man ustozman. Watashi wa Kyoshi desu. Man ustozman. Watashi wa Kyoshi desu. Albatta siz aytishingiz mumkin. Watashi wa sensei desu. Farqi yo'q. Lekin kasbni siz agar jikoshokka, ya'ni o'zingiz haqingizda kimgadir aytmoqchi bo'lsangiz, watashi wa Kyoshi desu deb aytasiz. Tushunarlikmi? Namuncha bu mayda chudami deyishingiz mumkin, lekin nima qilamiz? Shunaqa nyuanslari bor. Lekin yapon tili juda ham chiroyli til, juda ham menga yoqadi. Va faxrlanamanki, yapon tili va o'zbek tili bilingual bo'lganligi. To'g'ri, o'zbek tilida sal aksentlari nimalar bo'lishi mumkin, lekin yaxshi. Yozgan, like bosing, obuna bo'lamiz, like bosamiz, share qilamiz va saqlab qo'yamiz. Sizlarning mana shu yordamingiz menga katta motivatsiya bo'ladi. Chunki mana shu narsalarni ko'rib, bu odamlarga foydam tegayotgan ekan, davom etsam ham bo'lar ekan degan fikrda bo'laman. Videoni davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.